Assalomu alaykum hurmatli Bodo o'zini qadrli kuzatuvchilari va bizni obunachilarimiz. Bugun sizlarga juda ham ko'p talablarga sazovor bo'lgan modelimizni, ya'ni Jinpeng Rekshani eshikli variantini birma-bir ulug' ayyom ro'za kunlarida sizlar bilan video obzorini ko'rib chiqamiz akalar. Narxi shunaqangi asal chiqqan, olib haydashli va olib haydashga narxi juda ham stoyishi model bo'lib chiqqan. Hozir sizlar bilan mahsulotimiz xarakteristikasi, rangi va asosan narxi bo'yicha gaplashib o'tamiz. Xo'p, biz akalar videoni boshladik. Boshlashimiz oldin tirsillatib, mehnatimizni qadrlagan holatda bitta laykchani urib qo'yasizlar. Mahsulot shunaqangi kompaktni hozirgi ro'za Ramazon oylariga, hoji dodamga bitta podarka qilsangiz, masjidga borib kelishlari, tarovihlarga chiqib kelishlari yo'llarida faqat sizni duo qilishadi. Chunki hozirgi paytda yomg'ir-sochin ob-havolarimiz kuzatilyapti. Shuning uchun eshikli yangilangan 2026 variantini sizlarga olib kelib qo'ydik. Safardamisiz, shu yerdamisiz? Bizga aloqa etishsiz, mahsulotimizdan bitta to'rxil rangidan bittasini tanlaysiz va dodamligilarga bitta qilib beramiz. Haydab ko'rib maza qilishadi haqiqatdan. Chunki bu testdan o'tdi, sinov qilib ko'rdik, haydadik va yosh katta odamlardan ham haydatib so'rab ko'rdik. Sizlarga uni videosini tayyorlayapmiz, albatta ko'rsatib o'tamiz. Ko'p gapirmaymiz. Eshikni ko'ringlar, eshikni. Qarang, ochilish ham Rolls-Royce eshigini ochilishi bilan birga keng va uzun. Ochganimizda bizni kutib oluvchi narsa arqa salon. Bitta eshikli qilinganiga asosiy sabab uzun va orqadagi odam chiqib tushish uchun juda ham qulay va komfortli qilingan. Asosiy narsalardan yana bittasi akalar. Qaranglar. Legilerovichning sidinalarimiz qilingan. Qonini yotqizasiz, ko'tarasiz, tushirasiz, oldiga, orqaga surish imkoniyati bor. Ichki salon, ichki qismimizga darrov o'tib olyapmiz. Sizlarga ko'rsatadigan narsam yangilangan tablo, motor qisuvchi, avtotarmajeniya funksiyalari, Bluetooth, magnitofon, chip bilan o'quvchi funksiyalarimiz, elektronli dvorniklar, tumankalar, hamma funksiyani salon ichidan boshqarib ketishingiz mumkin. Yana ham mana shunaqangi tonirovkalar tortib qo'ysangiz, shunaqangi bejirim, chiroyli bo'lib bo'lar ekan model. Endi arqa ko'rinishini o'tamiz. Oldi ko'rinishi eski Rekshamiz bilan, ya'ni Tentli modelimiz bilan bir xil, lekin arqasini ko'ringlar, go'zalligini. Har bitta gradus, har bitta santimetri sizni ko'rganda ko'zingiz quvontiradigan va shunaqangi go'zal qilib ishlangan. Ko'rgan odam prosta suyib, sevib oladi bu modelni. Tumankalarimiz atrijeniya yonib beruvchi, arqa stoplarimiz yangilangan. Hali bu modelimizga o'zimizning brendlarni, Jinpeng brendini urib ulgurganimiz yo'q. Chiqishi bilan, tandirdan chiqishi bilanoq sizlarga video obzorda qo'yyapmiz. Chunki juda ham ko'pchilik bizdan shunaqani eshikligini ham olib kelinglar, Jinpeng Rekshani eshikligini ham olib kelinglar deyishgan uchun imminni zavoddan bu narsani zakaz bildirib ishlab chiqarib qo'ydik. Motor va miyamiz bu safar usilenniy qilindi akalar. Bu sizga nima foyda beradi? To'xtaganingizda, zadniga olganingizda avtotarmajeniyasi bor, motor qisib turib o'zi to'xtab beradi. Bu yangilangan funksiya. Ya'ni usilenniy qilingan motor bilan miya. Qo'zg'alganingizda razgonga ta'sir qilgan. Tezda qo'zg'alish, tezda to'xtash, jiddiy tormozlar bilan turibdi. Ya'ni tross bu partiyada ishlatilgani yo'q, faqatgina jiddiy tormoz ishlatilyapti. Bu yangilanganiga yana bitta dalil akalar. Motor miya usilenniy, oldi amortizatsiyalarimiz usilenniy qilindi. Uzun, oldi qanotni ham qaranglar, juda ham keng, loyni sachratmaydi va qattiq plastik bilan ishlangan. Motorimizning qolgan qismi vujudi temir. Vujudi temirlikning hisobiga yana 2 karra sifatiga plus qo'shilyapti. Chunki hamma yog'i temir bilan ishlangan akalar. Model haqiqatan ham zo'r olib haydash uchun zo'r model deb men o'zim bildim. Olgan odamning puli o'zi bilan ketadi akalar. Aniq bu narsa. Chunki modelni narxi ham byudjetni olib haydash uchun yaxshi va olganingizdan keyin sizga ancha yillar xizmat qiladi. Chunki bu Jinpeng brendini original modellaridan biri akalar. Jinpeng brendini ko'ringlar, mana shuncha modellarimiz bor. Pol kabina deysizlarmi, Pro 6, pol kabina deysizlarmi, Pro 7, Pro 8 hamma modellardan olib kelib qo'yganmiz. Endi ko'pchilik talab qilib turgan, ko'pchilikga ma'zur kelib turgan modelimiz Reksha bo'lib turgani uchun video obzorda Reksha bilan davom ettirib tugatib qo'ya qolamiz akalar.
Xullas 1000 motor miyali yozgi ob-havoga to'liq zaryadka bilan 80-90 km yurib beradi. Hozirgi bahorlarga 75-80 km tez jarayonida bemalol yurib beradi akalar. Ya'ni kilometri ham sizga juda ham zo'r to'g'ri keladi. Buni og'irligini ham hisobiga yurganingizda uncha-muncha yamalarni chustva qilmaydi. Tushganda lup aytib yamalarni chustva qilmasdan srazu o'tib ketaveradi. Tonirovkalarni tortib qo'yganmiz. Bakovoylari, oldi viduqasi, buni amortizatsiyalari, balon mana ko'rishingiz mumkin. Oldimiz ham kalotka, arqa ikkita balonni tormozlari jiddiy qilib ishlangan. Tormozni bosganingizda uchala kalotka ham, uchala tormozli sistema ham birdaniga qisadi. Shuning uchun oldingi modellarga qaraganda tezroq to'xtashni sizga imkonini beradi bu model. Amortizatsiyalar uzun, qalin, keng qilib ishlangan. Eshiklarimiz mana haqiqatan ham eshigimiz og'ir. Narxiga ham, sifatiga ham 100% javob beriladigan modelda yana bitta asosi mana. Mahsulotni bilan zavod tomonidan berilib turgan sertifikat, komfort sertifikati, ya'ni olganingizdan keyin garantiya taloni desak ham bo'ladi bu narsani. Hamma ma'lumoti bu yerda yozilgan. Xo'p, 1000 motor miyali 5 ta 45 li akkumulyator, original Cholway akkumulyatori bilan jihozlangan. 350 ga 10 balon razmerlari turibdi. 300 kilogrammgacha odamni bemalol o'zini salon ichiga maksimalniy deyapti. Endi bu sizlarga tavsiya qilib turgan kilogramm, 300 kilogrammni bemalol olib ketishingiz mumkin. 3 kishilik bitta haydovchilik bo'ladi. Xo'p, akalar ko'rishingiz mumkin, har bitta detali, har bitta buni ishlatilgan zapchastlari, san'at asari sifati namoyandasi desak ham adashmagan bo'lamiz. Endi sizlarga asosiy aytadigan narximiz, sizlarga qiziq bo'lgan joyi narxi bo'yicha birma-bir tanishib o'tamiz akalar. Mahsulotimizda 4 xil rangi bor. 4 xil rangi oq, molochniy, pista rangi bor va seriya ranglarda chiqadi. 4 xil. Mana shu pasta ranglarni ham o'zi qo'yib ketamiz, yumaloq qilib. Bu modelga qo'shib tintli variantimiz ham bor. Xuddi shuni yana ham arzonrog'i bo'lsin menga, yana ham yozgi ob-havoga menga yonlari ochiq bo'lsin, yo bo'lmasam menga sal buni byudjetnisi kerak deganlarga o'sha Trenddagi Rexha modelimiz original yonlari mana ko'rib turganlaringdek tentovka bo'ladi, o'zini zavodskiy tentovkasi, xuddi shu motor, lekin usilinli emas bu, 5 ta akkumulyatorli, 1000 motor miyali, hamma yo'llari o'xshash, lekin eshiksiz model. Bu ixchamroq, kichikroq, bu lekin uzun, katta bo'ladi. Yoniga qo'yib ham ko'rsatamiz. Mana. Shunda to'g'ri keldimi? Mana ko'ringlar. Bu yangi modelimiz, hozir sal razmer turgani yo'q. Bo'y borasida ham, uzunlik borasida ham, kenglik borasida ham, mana kenglik borasida ham bu model ancha katta, keng va uzun qilib ishlangan. Mahsulotimiz, ya'ni Jinpeng Rexha modelimizni $1200 qo'yganmiz. Xudo xolasa do'konimizga kelsalaring, yana ham kelishtirib beramiz. $1200 dan buni sotuvga boshida qo'yganmiz. Talabgorlar bo'lsa, kelib yana optimga ham, donaga ham gaplashamiz akalar. Buni ham 5 xil rangi bor. Tentli modelimizni xolasaning eshikli, yangilik modelimiz. Hali bularga nakleyka urib ham ulgurganimiz yo'q. Yangi chiqdi, tonirovkani tortdi reklama uchun va sizlarga obzorni boshlab yubordik. $1200, $1150 optim oxirgi narxga beramiz talabgorlarga Tentli modelimizni. Bu modelimizni esa olib maza qilib haydashinglar uchun $1499 dan qilib beramiz akalar. $1499 dan kelib 4 ta rangidan bittasini tanlab olishinglar mumkin. Narxi yangiligi va shunaqangi ko'p o'zgarish bo'lishiga shunaqangi katta razlika bergani yo'q. Olib haydab maza qilib baraka topadigan model. Otamga yoki onamgilarga sovg'a qilsangiz, shunaqangi xursand bo'lib, maza qilib duolarni olib haydaysizlar aka. Video obzorimiz mana shu yerda yakunlanadi akalar. Bizning ham vaqtimiz chegaralangan. Videoga bitta like bosasizlar, o'z fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirish esdan chiqmasin. Bodo yo'lingiz biz bilan doimo yorqinroq akalar. Jinpeng har doim oldinda.